Assalomu alaykum. Kitob o'qish munbiri avlodlar turbiyatimizning 2026-yillik tunji programmasiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Aldı bilan men dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarning yangi yilini tabriklayman. Yangi yilingizga muborak bo'lsin. Bugun men Shvetsariyaning Vali rayonidagi Verkoran degan tog'liq kentda. Hozirgi o'rnim dengiz yuzidan 2300 metrdan oshadigan bir cho'qqida ajoyib bir chiroyli kun bo'lib o'tdi. Bugun tushdan ilgari qizim bilan birga bu yerda chang'i teyilib, shundoq yaxshi bahra oldik. Tushdan keyin mana shu go'zal manzirada hozirlarga bir nasr sunay dedim. U bo'lsa-mu yangi yilning ovozi. Bu nasrni men ijtimoiy taraflarda anglab kelib ko'chirib olgan, afsus avtori noma'lum ekan. Yangi yilning ovozi. Hayotlik istirilkisi yana bir davondan halqib o'tdi. Biz vaqt kalendarining bir varaqini yirtib tashlab, yangi bir batni ichish oldida turmoqdamiz. Yorg'i yillar bizga xitob qilmoqda. Hey insonlar, ajdodlaringlar vaqtni bilish, vaqtdan unumli foydalanish uchun vaqtning tarixini yozib chiqqan. Vaqtning qimmatini o'lchaydigan minut, sekund, kech kunduz, oy, yil, asr, era degandek vaqt birliklarini yaratgan. Men sizlar qanday hisoblasanglar, shundoq hisoblana olayman. Ammo hargizmi qimmatimni o'zgartirish qo'yida bo'lmayman. Hech kim mening qimmatimni va sur'atimni o'zgarta olmaydi. O'zgaradiğini faqat men sizlarga hadiya qilgan chiroyinglardagi yillarning iznasi bo'lmish yo'l qo'riqlar va chochlaringlarga sanchilgan aqlardir. Har yili har bir insonning yeshiga bir yosh hadiya qilaman. Bu jarayonda men ularga nurg'un fursatlarni beraman. Aqlli insonlar menda qanotlana oladi, parvoz qila oladi. Aqlsiz insonlar bo'lsa, meni his qilishga qodir emas. Shunga ular mening kelish va ketmishim bilan hisoblashib o'tirmaydi. Men sabr toqatliklarga hasaldan tatliqman. Toqatsizliklarga bo'lsa, o'g'idan achchiqman. Men apuchan, ko'ngil, mardona kishilarning qalbiga oz bo'lmagan xo'shalliklarni taqdim qilaman. Makkor, shaxsiyatchi, hasadxo'r, manmanchi kishilarga bo'lsa, azob otliq yo'l xetini sovg'a qilishdan boshqasi qo'limdan kelmaydi. Men insoniyatning o'rtaq manfaati uchun tuhfa qo'shqanlarning ish izlarini asrlar bo'yi naqshi qilib o'qiyapman. Ularning nom sharifini cho'qim eralarga birga elib boraman. Men vaqtdan iborat boyliqimni hamma odamga o'xshash bergan bo'lsam, biroq foydalanish o'xshash bo'lmadi. Ba'zilarning qalbisida vaqt uqumi yo'q. Shunga vaqtning qanotlarida ular yo'q. Mening vaqtim sizlarga hammani bera oladi. Shundaqla hammani elib keta oladi. Mohiyatda behuda o'tayotgani mendagi vaqt emas, balki sizlardagi umrdir. Bu qisqa hayotlikda o'zaro mehr muhabbatlik bo'linglar. Ulug' vatanga cho'nqur minnatdorlik bildiringlar. Atalar sevgi darixi. Ulardan yuksaklikni his qilinglar. Sizlarni dunyoga operada qilgan shu onalarni qadrlanglar. Analarning ulug'ligini insonlarning ig'izidan emas, keng tabiatdan anglab yiqinglarchi. Quyosh analar mendanmi bak nurliq deydi. Oy analar mendanmi bak chiroyliq deydi. Buloq
analar mendinmi bek xosiyatlik deysa, daryo iqinlar ussigan joylarga suv yetkazib berishni analardan o'rgangan deydi. Gül xushpuroqlarimning manbasi analardir deysa, yulduzlar biz aslida analarning ko'z nuri edik deydi. Dengiz mening bag'rim analarninkida kangri bo'lgan bo'lsa, murodimga yetatdim deb nido qilsa, ko'rik biz analardek chidamchan bo'lgan bo'lsak, ishchilar bizni remont qilmagan bo'ladi deyishidi. Qar biz har qancha qilibmi rangimizni analarning qalbidek oqartalmadik deb vaysimoqda. Sham men bedel to'lashni analardan o'rgangan deb pichirlasa, qushlar analarning qalbidagi mehr muhabbat bizning naqshi buluqimizdir deyishmoqda. Şoňa sizler balılık burçimizni ada qilamiz deydikansizlar, ata-ananglarni hürmet bilen qadirlanglar. Vaqtinglarni behuda o'tkazmanglar. Qaysar irodalik bo'linglar. Mehr muhabbatlik bo'linglar. Hayat mehr muhabbat o'zaro tushunish bilan go'zaldir. Bu bir yilda texmo baxtlik bo'lishinglarni orzu qilaman. İnaqliq va mehr muhabbat baxtning ul teshidir. Mehr u soğuqda to'ngib ketkuchiga bir parcha cho'q. Mehr u tomuz issiqda ussab ketkuchiga bir qacha do'g'ab. Mehr u inson qalbini bir-biriga bog'laydigan nurliq rishta. Mehr u inson bolasining odamiylik maqomiga yetib berishidagi kimlik. Mehr u eng xushbo'y damlangan bir piyola choy. Şoňa qalbinglardagi mehr muhabbat o'choqlarida mehr muhabbat cheyini qaynatib, qo'llardan qo'llarga, yo'llardan yo'llarga, dillardan dillarga suninglar. Dünya texmi obodlashsin, turmush texmi go'zallashsin, hayotinglar o'z qimmatini topsin. Men qadam izinglardan ungan xushpuroqlik gullarnimi, tikanlarnimi xotirlayman. Vaqtim sizlarni elib ketaligini bilen, sizlardan qolgan yaxshilikni, mehr muhabbatni, hikmatni, ijodiyatni hargizmi elib ketalmaydi. Aksicha sizlarga har vaqt xitob qilib, hayotinglarni mangulikka erishtiraydi. Şoňa sizlar ölmeslikning doğrusini teviplarning doğru haltısından emas, belki mening vaqt yopurmaqlarımga yazgan hikmetleringlardan ve ecir mehnetleringlardan izdanglar. Tamam. Hürmetlik qeyrindaşlar, men her biringlarning 2026 yılını xoşallik-oram, köngüldikidek muvaffaqiyatlik ötküzüşüňlarga çin dilimden tilektaşman. Hayır hoş, keler qitimliq programmamızda görüşeýili. Rahmet kızım, operator. Hayır hoş. Allah, nim degen güzel bir gün. Sizden bir tatip koyay kızım. Unda qılmağa çıkırıp koyay.